Bugun men pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Har bir pensionerga 1.500.000 so'mdan beriladimi? Bu pul kimlarga tegishli? Uni olish uchun nima qilish kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Hozir ko'pchilik aynan shu savollar bilan sarson bo'lyapti. Kimdir mahallaga boryaptimi? Kimdir bank kartasini tekshirtiryaptimi? Yana kimdir telefoniga kelgan xabarga ishonib, hujjatlarni begonalarga yuboryapti. Men bugun masalani oddiy tilda, tartib bilan har bir pensioner tushunadigan qilib izohlab beraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bobo buvi yoki nogironlik pensiyasi oluvchi yaqin inson bor. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki birgina noto'g'ri qadam sabab odam o'ziga tegishli pulni kech olishi yoki umuman firibgarlarga aldanib qolishi mumkin. Avvalo men eng muhim gapni aytaman. 1.500.000 so'm haqida eshitganingizda darhol hamma pensionerga avtomatik berilar ekan deb xulosa qilmaslik kerak. Bunday to'lovlar odatda aniq qaror, farmon, mahalliy dastur, ijtimoiy yordam ro'yxati yoki ma'lum toifadagi fuqarolar uchun ajratilgan mablag' asosida beriladi. Ya'ni pul bor degani, uni olish tartibi ham bor degani. Tartibni bilmagan odam esa navbatda turadi. Hujjatini noto'g'ri topshiradi. Kerakli muddatni o'tkazib yuboradi yoki o'ziga tegishli imtiyozdan bexabar qoladi. Oldin qanday edi? Ilgari ko'plab ijtimoiy to'lovlar mahalla orqali temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar ro'yxati orqali aniqlanardi. Pensionerning ahvoli, oilasidagi daromad, uy-joy sharoiti, parvarishga muhtojligi, yolg'iz yashashi, nogironligi bor yo'qligi kabi holatlar tekshirilardi. Keyin tuman yoki shahar darajasida komissiya ko'rib chiqib, yordam ajratilishi mumkin edi. Ba'zi hollarda pul bank kartasiga tushardi. Ba'zi hollarda naqd shaklda yoki pochta orqali yetkazib berilardi. Hozir nimasi o'zgardi? Hozir ko'p jarayonlar elektron ma'lumotlar asosida tekshiriladi. Pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar bank kartasi, pasport ma'lumotlari, propiska, nogironlik bo'yicha ma'lumot, oilaning daromadi va ijtimoiy holati ko'proq tizimlar orqali solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni shundaki, ayrim hujjatlar kamayadi, odam ortiqcha yugurmaydi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Bazadagi ma'lumot xato bo'lsa, masalan, pensionerning kartasi ishlamayotgan bo'lsa, pasport ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa va yashash manzili noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, to'lov kechikishi yoki rad etilishi mumkin. Men ko'p pensionerlarga shuni tushuntiraman. Bugungi kunda eng katta muammo pul ajratilmaganda emas, balki odam o'z ma'lumotlarini tekshirtirmaganida. Chunki ayrim pensionerlar men davlatdan pensiya olyapman, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin pensiya olish boshqa, bir martalik moddiy yordam yoki qo'shimcha to'lov olish boshqa masala. Buning mezonlari alohida bo'lishi mumkin. Agar 1.500.000 so'mlik yordam haqida gap ketayotgan bo'lsa, birinchi navbatda to'lovning manbasini aniqlash kerak. Bu respublika miqyosidagi umumiy to'lovmi? Viloyat yoki tuman hokimligi tomonidan ajratilgan yordammi? Mahalla orqali beriladigan moddiy ko'makmi? Bayram arafasidagi bir martalik yordammi yoki muayyan toifadagi pensionerlar uchun alohida kompensatsiyami? Mana shu savolga javob topilmasa, keyingi qadamni to'g'ri qilish qiyin. Misol uchun, bir pensioner yoshga doir pensiya oladi. Turmush o'rtog'i ham pensiyada farzandlari bilan birga yashaydi. Uyda doimiy daromad bor. Bunday odamga har qanday yordam avtomatik berilishi shart emas. Ikkinchi pensioner esa yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda, o'zi doriga oyiga 400.000 so'm sarflaydi. Kommunal to'lovlari bor. Pensiyasi 900.000 yoki 1.100.000 so'm atrofida. Mana bunday holatda ijtimoiy yordam masalasi alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Yana bir misol, 7-2 yoshli ona pensiya oladi, lekin bank kartasi muddati tugagan. Pul tushgan bo'lsa ham u kartadan foydalana olmaydi. Bankka bormagan, yangi karta olmagan, telefon raqami ham eskirgan. Keyin menga pul tushmadi deb mahallaga boradi. Aslida tizimda to'lov ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Lekin bank kartasi yoki hisob raqami muammo qilgan bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensionerning bank kartasi ishlayaptimi? SMS xabarnoma ulanganmi? Karta muddati tugamaganmi? Buni oldindan tekshirish kerak. Yana bir vaziyatni olaylik. Pensioner boshqa joyda yashaydi, lekin ro'yxatda eski manzil ko'rsatilgan. Masalan, pasport bo'yicha Andijon tumanida, amalda esa Toshkent shahrida qizining uyida yashayapti.
Mahalla komissiyasi uni eski manzildan izlaydi. Ijtimoiy holatini baholay olmaydi. Hujjat qabul qilishda chalkashlik paydo bo'ladi. Bunday holatda men pensionerman, menga berishsin deyish yetarli emas. Yashash joyi, ro'yxat, mahalla, ijtimoiy holat to'g'ri ko'rsatilishi kerak. Menimcha eng avvalo yolg'iz yashovchi pensionerlar bu masalani jiddiy tekshirish kerak. Yolg'iz pensioner deganda faqat uyda butunlay yolg'iz yashaydigan odam emas. Amalda parvarish qiluvchisi bo'lmagan, doimiy yordamga muhtoj, daromadi faqat pensiyadan iborat bo'lgan odamlar ham nazarda tutiladi. Agar pensionerning farzandlari bor, lekin yordam bermasa, bu holatni mahallaga tushuntirish kerak. Farzand bor degani har doim yordam oladi degani emas. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar odam yoshga doir pensiya bilan birga nogironlik holatiga ham ega bo'lsa yoki parvarishga muhtoj bo'lsa, bu ma'lumot tizimida to'g'ri aks etgan bo'lishi kerak. Ba'zan nogironlik muddati uzaytirilgan bo'ladi. Lekin hujjat yangilanmagan yoki bazaga kech kiritilgan bo'ladi. Natijada ijtimoiy yordam ajratishda odam to'liq ko'rinmay qoladi. Uchinchi toifa kam pensiya oladiganlar. Masalan, pensiya 800 ming, 900 ming yoki 1 million 200 ming so'm atrofida bo'lgan qo'shimcha daromadi yo'q pensionerlar o'z mahallasiga murojaat qilib ijtimoiy holatini baholattirish kerak. Chunki ba'zi yordamlar pensiya yoshiga yetganlikning o'zi bilan emas, ehtiyoj darajasi bilan bog'liq bo'ladi. 4-toifa yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Yangi pensioner bo'lgan odamning ma'lumotlari ba'zan barcha tizimlarda bir xil tezlikda ko'rinmaydi. Masalan, pensiya tayinlangan. Lekin bank rekviziti hali to'liq faol emas. Mahalla ro'yxatida pensioner sifati yangilanmagan. Oilaviy daromad hisob-kitobida eski ma'lumot turibdi. Shuning uchun yangi pensionerlar ayniqsa hushyor bo'lishi kerak. Agar siz pensiyangizni har oy o'z vaqtida olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, mahallangiz sizni tanisa va hech qanday qo'shimcha murojaat talab qilinmagani haqida rasmiy xabar bo'lmasa, vahimaga tushish shart emas. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Men faqat shuni aytyapman. Rasmiy e'lon bo'lmasdan turib, bugun oxirgi kun, hozir bormasang pul kuyadi degan gaplarga ishonmang. Agar sizga kimdir qo'ng'iroq qilib 1500 ming so'm olish uchun karta raqamingizni, SMS kodni, pasport rasmini yuboring desa, bu juda xavfli signal. Davlat tashkiloti yoki bank xodimi odatda SMS kodni so'ramaydi. SMS kod bu sizning pulingizga kirish kaliti. Uni begona odamga aytgan odam kartasidagi pensiyasidan ham ayrilishi mumkin. Men buni alohida ta'kidlayman. Yordam puli olish uchun hech kimga SMS kod, karta paroli, ilova paroli. Plastik kartaning orqa tarafidagi maxfiy raqamni bermang. Birinchi misol. 6-8 yoshli otaxon oyiga 22 ming so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Uyida gaz va elektr qarzdorligi bor. Dori darmon uchun har oy 300 ming so'm sarflaydi. U 1.500 ming so'mlik yordam haqida eshitdi. To'g'ri yo'l qanday? U avvalo mahalla fuqarolar yig'iniga boradi. O'zining ijtimoiy holatini tushuntiradi. Pasporti, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi rekviziti, kommunal qarzdorlik bo'lsa kvitansiyalar, dori darmon xarajatini ko'rsatuvchi hujjatlarni olib boradi. Mahalla uning holatini o'rganadi. Agar dastur mezonlarga mos kelsa, yordam tavsiya qilinadi. Ikkinchi misol, 13 yoshli ona farzandlari bilan yashaydi. Uyda 3 kishi ishlaydi, umumiy daromad bor. Onaning pensiyasi 1 million 400 ming so'm. U ham har bir pensionerga berilar ekan deb o'yladi. Lekin agar yordam ehtiyojmandlarga ajratilayotgan bo'lsa, bunday o'yla birinchi navbatda ro'yxatga tushmasligi mumkin. Bu adolatsizlik emas. Chunki ijtimoiy yordamning vazifasi hammaga teng pul tarqatish emas, eng muhtoj odamni ko'proq qo'llab-quvvatlash bo'lishi mumkin. Uchinchi misol, nogironligi bo'lgan pensionerning kartasi yo'q, pensiyani pochta orqali oladi. Agar to'lov bank orqali beriladigan bo'lsa, unga hisob raqami ochish talab qilinishi mumkin. Bunday odam bankka o'zi bora olmasa, qonuniy vakili, yaqin qarindoshi yoki ijtimoiy xodim yordamida masalani hal qilishi kerak. Lekin bu yerda ham ishonchnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, vakillik huquqi kabi masalalar to'g'ri rasmiylashtirilishi zarur. 4-misol, pensionerning pasporti muddati o'tgan yoki ID karta ma'lumoti yangilanmagan. U mahallaga boradi. Lekin ma'lumot bazada mos kelmaydi.
Bunday holatda birinchi navbatda migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi orqali hujjatni yangilash kerak bo'lishi mumkin. Chunki shaxsni tasdiqlovchi hujjatdagi xato ko'plab to'lovlarda muammo tug'diradi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchisi, pensioner degan so'zning o'zi turli ma'noda ishlatiladi. Yoshga doir pensioner bor, nogironlik pensiyasi oluvchi bor, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi bor, ijtimoiy nafaqa oluvchi bor. Har bir to'lovda qaysi toifa nazarda tutilgani aniq yoziladi. Agar qarorda faqat yoshga doir pensiya oluvchilar deyilsa, boshqa nafaqa oluvchilar kirmasligi mumkin. Agar pensiya va nafaqa oluvchilar deyilsa, doira kengroq bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, to'lov bir martalik bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar 1.520 ming so'mni har oy beriladi deb o'ylaydi. Bunday xulosa juda xavfli. Agar bu bir martalik yordam bo'lsa, u faqat bir marta beriladi. Uni oylik pensiyaga qo'shib hisoblab, keyingi oy xarajat rejasini shunga qarab tuzish noto'g'ri. Masalan, odam bu oy 1.520 ming so'm oldi. Keyingi oy ham keladi deb qarz oldi. Keyin to'lov takrorlanmasa, qarz bosimiga tushib qoladi. Uchinchisi, pul har bir hududda bir xil vaqtda tushmasligi mumkin. Bir tumanda ro'yxat tez shakllanadi. Boshqa joyda tekshiruv cho'ziladi. Bank hisoblari bo'yicha ham farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shningiz oldi, siz hali olmadingiz degani, siz ro'yxatdan tushib qoldingiz degani emas. Avval mahalla pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotdan holatni aniqlashtirish kerak. To'rtinchisi, qarzdorlik masalasi. Ba'zi pensionerlar agar kartamga pul tushsa, bank kreditimga yechib oladimi deb so'raydi. Bu juda muhim savol. Agar kartaga oddiy pul tushsa va karta kredit qarzi yoki majburiy undirish bilan bog'langan bo'lsa, ayrim holatlarda yechimlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdagi hisobingiz holatini oldindan aniqlang. Agar sizda kredit, aliment ijro qarzdorligi yoki boshqa undirishlar bo'lsa, bankdan yoki ijro organidan to'lov turiga qarab tushuntirish oling. Beshinchisi, firibgarlik. Hozir aynan shunday xabarlar tarqalganda firibgarlar faollashadi. Ular pensionerlar ro'yxatiga kiritamiz. 1.500 ming so'mni tezlashtirib beramiz. Ariza yozib beramiz. Karta ochamiz deb pul so'rashi mumkin. Rasmiy yordamni olish uchun begona odamga xizmat haqi to'lash shart emas. Agar ariza kerak bo'lsa, uni mahallada, davlat xizmatlari markazida yoki tegishli tashkilotda rasmiy tartibda topshirish kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz yoki yaqin pensioneringiz nima qilish kerak? Birinchi qadam. Rasmiy manbani tekshiring. Mahalla fuqarolar yig'ini, tuman hokimligi, pensiya jamg'armasi bo'limi, ijtimoiy himoya milliy agentligi hududiy bo'limi yoki davlat xizmatlari markazidan aniq ma'lumot oling. Telegramdagi noma'lum kanallar. Tanishim aytdi, qo'shnim eshitibdi degan gaplar asosida hujjat topshirmang. Ikkinchi qadam, pensionerning hujjatlarini tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi yoki hisob raqami, telefon raqami, yashash manzili, agar nogironlik bo'lsa, tegishli ma'lumot. Agar yolg'iz yashasa yoki parvarishga muhtoj bo'lsa, buni tasdiqlovchi holatlar kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? PIN kod esingizdami? Karta bloklanmaganmi? Hisob raqam faolmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqami o'zingiznikimi? Ko'p muammo aynan shu yerda chiqadi. Ayniqsa katta yoshdagi odamlar kartani farzandiga berib qo'ygan bo'ladi. Telefon raqami boshqa odam nomida bo'ladi. Keyin pul tushgan tushmaganini bilmaydi. Pensionerning pulini nazorat qilishda shaffoflik bo'lishi kerak. To'rtinchi qadam, mahallaga yozma murojaat qiling. Agar og'zaki aytsangiz, esdan chiqishi yoki noto'g'ri tushunilishi mumkin. Arizada men falon manzilda yashayman, pensionerman, ijtimoiy holatimni o'rganib, menga tegishli moddiy yordam yoki bir martalik to'lov bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga telefon raqamingizni yozing. Iloji bo'lsa, ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Beshinchi qadam, agar rad javobi berilsa, sababini so'rang. Sizga berilmaydi degan gapning o'zi yetarli emas. Nima uchun berilmaydi? Daromad mezoni to'g'ri kelmadimi? Ro'yxatda yo'qmisiz? Hujjat yetishmayaptimi? Manzil mos kelmayaptimi? Agar sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, uni to'ldirish mumkin. Agar tizimdagi xato bo'lsa, tuzatish mumkin. Agar mezonga mos kelmasa, unda boshqa yordam turlarini so'rash mumkin. 6-qadam, barcha xabarlarni saqlang.
bankdan kelgan SMS, ariza nusxasi, mahalladan berilgan javob, hujjatlar ro'yxati. Telefon orqali aytilgan ma'lumotning sanasi, kim bilan gaplashganingiz, bularning hammasi keyin kerak bo'lishi mumkin. Men odamlar bilan ishlaganda ko'p ko'rganman. Kimdir o'z vaqtida murojaat qilgan, lekin tasdiq qolmagan. Keyin isbotlash qiyin bo'ladi. 7-qadam, yolg'iz yoki kasal pensionerlar uchun yaqinlari yordam bersin. Lekin yordam berish degani uning kartasini olib qo'yish, parolini bilib olish. Pulni nazoratsiz ishlatish degani emas. Hamma narsa pensionerning roziligi bilan ochiq va to'g'ri bo'lishi kerak. Agar pensioner o'zi bora olmasa, rasmiy vakillik, ishonchnoma yoki ijtimoiy xodim orqali masala hal qilinadi. Birinchi xato hamma oladi deb kutib o'tirish. Agar sizga yordam ehtiyoj asosida berilsa, murojaat qilmasangiz, holatingiz o'rganilmasligi mumkin. Ayniqsa yolg'iz yashovchi, kam pensiya oluvchi, kasal yoki parvarishga muhtoj pensionerlar faolroq bo'lishi kerak. Ikkinchi xato, noto'g'ri joyga murojaat qilish. Masalan, bank faqat pul tushgan-tushmaganini ko'radi. Bank sizni ro'yxatga kiritmaydi. Mahalla ijtimoiy holatni o'rganishi mumkin. Pensiya jamg'armasi pensiya ma'lumotini ko'radi. Davlat xizmatlari markazi ayrim arizalarni qabul qiladi. Har bir tashkilotning vazifasi boshqacha. 3-xato. Hujjatlarni begonalarga yuborish. Pasport rasmi, karta ma'lumoti, SMS kod, bank ilovasi, paroli hech qachon noma'lum odamlarga berilmaydi. Agar kimdir sizga men yordam beraman, hujjatlarni Telegramdan tashlang desa, avval uning kimligini, qaysi tashkilotdan ekanini, rasmiy vakolati bor yo'qligini tekshiring. 4-xato, qo'shnining holati bilan o'z holatini solishtirish. Qo'shningiz 1.500.000 so'm olgan bo'lsa, u boshqa toifada bo'lishi mumkin. Masalan, u yolg'iz yashaydi, nogironligi bor, oilaviy daromadi past, ro'yxatda oldindan turgan. Sizning sharoitingiz boshqa bo'lsa, natija ham boshqa bo'ladi. 5-xato, muddatga e'tibor bermaslik. Ayrim yordamlar uchun ariza topshirish muddati bo'ladi. Masalan, ro'yxat bir oy ichida shakllanadi yoki bayram oldidan ma'lum sanagacha qabul qilinadi. Muddati o'tib ketgach, keyingi bosqichni kutishga to'g'ri keladi. Shuning uchun eshitgan zahoti vahma qilmasdan, lekin kechiktirmasdan rasmiy joydan aniqlashtiring. Men ekspert sifatida eng to'g'ri tartibni shunday ko'raman. Avval pensionerning hujjatlari va bank kartasini tekshiring. Keyin mahallaga boring. Keyin kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Har bir joyda aniq savol bering. 1.500.000 so'mlik to'lov bo'yicha men yoki onam, otam ro'yxatda bormi? Agar yo'q bo'lsa, nima sababdan? Qanday hujjat topshirish kerak? Ariza muddati qachongacha? Pul qaysi hisobga tushadi? Agar siz keksa ota-onangiz uchun borayotgan bo'lsangiz, ularning pasporti yoki ID kartasi, pensiya kartasi, telefon raqami, yashash manzili, agar kerak bo'lsa, tibbiy hujjatlar yoningizda bo'lsin. Lekin yana aytaman, har bir hududda talab qilinadigan hujjatlar farq qilishi mumkin. Shuning uchun ortiqcha hujjat yig'ib sarson bo'lishdan oldin aniq ro'yxatni rasmiy joydan oling. Agar pensionerga pul tushsa, uni oqilona ishlatish kerak. Men ko'p hollarda shuni maslahat beraman. Birinchi navbatda dori-darmon, davolanish, oziq-ovqat, kommunal qarzdorlik, qish mavsumi uchun zarur xarajatlar qoplanadi. Chunki bir martalik yordamni mayda, keraksiz xarajatlarga sarflab yuborsangiz, keyin asosiy muammo baribir qoladi. Masalan, men bilan 5.000 so'mning 500.000 so'mini dori-darmonga, 400.000 so'mini kommunal to'lovga, 400.000 so'mini oziq-ovqatga, 200.000 so'mini kutilmagan xarajatga ajratish mumkin. Albatta bu har bir oilaning holatiga qarab o'zgaradi. Xulosa shuki, 1.500.000 so'mlik to'lov haqida eshitganingizda eng avvalo rasmiy manbani tekshiring. Kimlarga berilishi, qanday mezonlar borligi, ariza kerakmi yoki avtomatik tushadimi? Pul qaysi hisobga o'tkazilishi aniq bo'lsin. Hamma pensioner bir xil holatda emas. Shuning uchun hamma oladi yoki hech kim olmaydi degan keskin gaplarga ishonmang. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni tayyorlash, bank kartasini tekshirish, mahallaga yoki tegishli tashkilotga yozma murojaat qilish va javobni rasmiy olishdir. Eng muhimi, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. SMS kod, karta, paroli, bank ilovasi ma'lumotlari hech kimga berilmaydi. Yordam puli olish uchun begona odamga pul to'lamang. Keksa yaqinlaringizni yolg'iz qoldirmang, ularning hujjati, kartasi, manzili va murojaatlari joyida ekanini tekshirib bering. Sizning hududingizda bu 1.500.000 so'mlik to'lov bo'yicha qanday ma'lumot berishyapti?
Mahallada ro'yxat tuzilyaptimi? Pul tushganlar bormi yoki hali tushuntirish kutilyaptimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yuboring.